ko'r bizning ahvolimiz, gaflatda qanday yotamiz. Joyi kelgan cho'g'ida vijdonni pulga sotamiz. O'g'rimiz g'amida na fanna yaxshi so'ylama, na xudoni buyrug'i bo'lgan ulum o'rgatamiz. Qarimiz boyonimiz, balki bu vaqt oqmondamiz. No'gan ko'rsak agar bir besoqolli qotamiz. O'rtadan chiqsa agar millatni yaxshi sug'uvchi, bizani dahri sanab to'fancha birla o'tamiz. Qarimiz shundan iborat bo'ldi ushbu vaqtda. O'ntadinda bona boqib yozu qish sayrotamiz. Hamda har kun takalarda nasha kunori chekib, baxchaga kokil solib